Stanok uskanalining qadrli a'zolari, bugun ko'rib turganlaringizdek suyak aralarimizda 7 xil variantini bugun biz sizlarga narxlari bilan polniy xarakteristikalarini tanishtirib o'tamiz. Video boshida videoga обязательно videoga like, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Biz birinchi o'rinda mana eng kichkina 120 modelimizdan boshlaymiz. Bularni ko'rishingiz mumkin. Bunimizga 120 aramiz tushadi. Bu eng kichkina mini variant hisoblanadi. Bunimiz 220 ta ishlaydi bemalol. Buni ko'rishingiz mumkin. Bularni aralarini o'zlari regirovka qilasizlar. O'z regirovka qilinadiganlardan bas. 220 ga ishlaydi aytib o'tganimizdek, bunimiz narxi $390 qilib beramiz. Shu bemalol qo'shiqxonalarga ishlatsa bo'ladigan varianti. Undan keyingisi bularimizga 1.65 lik aralar tushadi. Aramiz razmeri. Bunimiz ham 220 ta ishlaydi. Bularni bu ikkalasining farqi, bunisiga nержавейка material ishlatilgan, bunisi krashenli material bo'ladi. Bunisi nержавейка. Shunisi farq qiladi asosiy. Ikkalasi ham 1.75 lik arra tushadi. Ishlashlari bir xil, 220 ta ishlaydi. Narxlari keladigan bo'lsa, narxlari $400 ga, nержавейкali varianti $420 qilib beramiz. Bularimizda bu nержавейкali variantimizda keyin bistro stoplari ham o'zida mavjud. Bistro stoplari ko'rishingiz mumkin. Ichlarini ham даже ochib ko'rsatib beraman. Nержавейкali variantimizni. Bunimiz ham arralarini o'zlaringiz regirovka qilasizlar. O'zi avtomatik regirovka bo'lmaydi. Mana taylarda ham stoplari bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Xuddi shu 1.65 lik arramiz bunga mos keladi. Shu aytib o'tganimizdek nержавейкali varianti $450, $420, krashenli varianti bo'lsa $400 qilib beramiz. Endi yana kattaroq 1.84 lik arra tushadiganimizda 3 xil varianti bor. Bu eng arzonroq varianti. Bunimiz ham aralarni o'zlaringiz regirovka qilasizlar. 220 ta ishlaydi. Ko'rishingiz mumkin. Bularimiz doskalari, bularga qaraganda doskasi eniga kattaroq hisoblanadi. Bunimiz ham materiallar krashenli, ikkita krashenli hamda bitta nержавейкali varianti bor. Bularimiz hammasiga 1.84 lik arra razmerdagi tushadi. Hammasi 220 ta ishlaydi. Ob'emlari bir xil, faqat farqlari shu model bilan hamda material, ishlatilgan materialda motorining quvvatida farq qiladi hammasida. Bunimiz eng arzon prostoy varianti. Buni narxini atiga $450 qilib beramiz. Hamda 1.84 likni mana bu yerda modellarini yozib qo'ygan. CB310 modeli 220 ta ishlaydi. Polniy 2 kW tok tortadi. Shu CB310 modelimizni narxini $550. Mana bu yerda buning modellari CB320 model, bu ham 2 kW tok tortadi. Bu ikkalasining farqi aytib o'tganimdek, nержавейка hamda krashenli bo'ladi. 320 modelimizning narxini bo'lsa $650 qilib beramiz. Bunga xuddi shu 184 xitoy aralarimiz tushadi. Endi eng kattasi hisoblangan 210 lik arra tushadigan. Buning ham modellari bor. Bunimiz 300 lik model hisoblanadi. Bunimiz ham motorlar 2 kW. Bunimiz to'liq nержавейка bilan qoplangan. Bunimizda ham bistro stoplari o'zidan mavjud. Keyin buni bitta plus tarafi, bulardan hammasi arrani o'zlaring regirovka qilsalaring, bunimiz arrani o'zi regirovka qiladi. Masalan, arra mana yumshoq holatda turibdi, arrani mana bo'shatyapman. Masalan, arrani qatiganda, me'yoriga kelganda o'zi tashlab yuboradi. Mana hozir ko'rsataman. Qatirgan sari mana o'zi me'yoriga kelganda o'zi qatimaydi, o'zi tashlab yuboradi mana. Shu holatda ishlaydi mexanizm. Bu nimaga plus? Bu aslida aralarning uzilib ketishini oldini oladi. Bunimizni tayda bunaqangi stol oyoqlari ham o'zida bo'ladi. Buni xohlasangiz bo'shatib pastga qo'yishlari, xohlasangiz shu qatirib tevaga chiqarishlari ham mumkin. Bunimiz aralari 2.10 lik bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Hamma aramizda o'zida qo'yilgandan tashqari mana bittadan zapaska aralar bo'ladi hammasida. Mana bundan bor zapaskalari hammasida bittadan bo'ladi. Hamda bundan tashqari shu arrani bunaqa lentalar alohida sotuvda bormi desalaring, buni har xil variantlari mana bizda mana assortimentda har xillari bor. Bularimiz Xitoy, O'zbekiston, Turkiya, shu mana korobkalarda hammasini assortimentda olib kelib qo'yganmiz. Eng kichkinasi 1.20 dan 2.10 gacha bo'lgan razmerda arralarimiz hammasi mavjud. Bularimiz ham donaga ham, optim 10 ta, 20 ta oladigan hammalari pashkaga ham sotiladi, optimga hammasi.
Hop, bu narxini aytish esimizdan chiqib qolibdi. Bu 300 modelimizning narxini $950 qilib beramiz. Ko'rishingiz mumkin. Bizda bundan tashqari shu qassob akalarimizga ishlatish uchun bizda mesorovkalarimiz ham наличиеda mavjud. Har xil variantlari ko'rishingiz mumkin. Hozir bu yerda buni Turkiya, Xitoyda hisoblaganda 20 xilga yaqin, undan ham ko'p bo'lishi mumkin. Mesorovkalarimiz bor. Ko'rishingiz mumkin mesorovkalarimiz. Shu mesorovkalarimiz ham juda ham keng assortimentda. Kimga qanaqalari kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasizlar. Kimga shu aralarimiz narxlari ma'qul kelgan bo'lsa, o'zlarim ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Butun O'zbekiston bo'yicha yetkazib beramiz. Video boshida aytib o'tganimizdek videoga like, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Bundan keyingi videoda bundan ham qiziqarli narsalarni, ajoyib bizneslarni sizlarga taqdim etamiz.